وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ هُوَ فِيهِ وَدَعْهُ يَكُنْ وَبَالُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا. Endi deydi bir kishi sizni bo'xtavatar. Qarang, sizni bo'xtavatar. Biroq sizda jo'q sifat bilan bo'xtavatarda, akang bilan qilib ursin, akang bilan qilib qatinbasin, akang bilan sizda jo'q sifatda bar bo'lsa hech narsamiz a? Sizda biroq jo'q sifat bilan sizni bo'xtavatar deydi. Siz dedi onda bar ayıpın onu boğdamanız dedi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni terbiyesi. Bu terbiye, bu medeniyet, mına bu din bu karanız. Sende çok ayıpın boğdavatkan bolsa, sen onda bar ayıpın onu boğdamağın dedi. Sağın savap boladı, oğan küne boladı dedi. Sen hiç kimdi boğdamağın dedi. Karang. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mo'min musulmonlarning bir-birini bo'xtavi pasiqliq dedi. Pasiqliq dedi. Qo'lina qurol olib bir-birini shavib kafirlik deb qo'ydi. Endi mana yerda bu yerlarda bilmaymiz, endi bizning bir Chimkentning bir odatlari bor, mening pravam bor deb qo'yadi. Uning akasi sening akangning ulkan bo'ladimi-sa, seni shinqirtib bo'xtayveradi bizda. Biroq bu dindan emas ekan. Bu dindan emas, bu dinda yo'q. Dinda hech kimni bo'xtama deyapti. Hiç kimde boğtavga ahın yok dedi.